Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda muhim. Pasportni ID kartaga almashtirish, ayniqsa pensionerlar, nafaqa oluvchilar, yoshi katta ota-onalarimiz va hujjati muddati tugashiga yaqinlashgan fuqarolar uchun. Bu masala faqat pasport almashtirish degan oddiy ish emas. Agar vaqtida e'tibor berilmasa, bankdan pensiya olishda, notariusga kirishda, mulk rasmiylashtirishda, davolanishga hujjat topshirishda, hatto oddiy telefon raqamini qayta rasmiylashtirishda ham muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlar ID kartaga o'tish kerak, kimlar shoshilmasa ham bo'ladi. Pensionerlar nimalarga alohida e'tibor berish kerak, qanday hujjatlar kerak, qayerga boriladi, qancha vaqt ketadi va eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iboratligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga ozroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bitta oilada kamida bir kishi bilsa, butun oilani ortiqcha yugur-yugurdan saqlab qoladi. Avvallari hammamizda asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida pasport bo'lardi. O'zbekiston fuqarosining biometrik pasporti bilan odam bankka borardi, pensiya olardi, notariusda ishonchnoma berardi, uy-joy oldi-sottisini rasmiylashtirardi, poliklinikada ro'yxatdan o'tardi, davlat xizmatlaridan foydalanardi. Ya'ni pasport ham shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ham ichki hujjat sifatida ishlatilardi. Endi tizim bosqichma-bosqich ID karta shakliga o'tdi. ID karta plastik ko'rinishdagi elektron ma'lumotlarga ega bo'lgan. Kundalik hayotda shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladigan hujjatdir. Uning qulay tomoni shundaki, u kichik, olib yurishga oson. Undagi ma'lumotlar elektron bazalar bilan bog'langan bo'ladi. Lekin aynan shu o'zgarish ko'pchilikda savol tug'dirdi. Eski pasportim hali amal qilsa, men uni almashtirishim shartmi? Pensionerman, yoshim katta, menga ham ID karta kerakmi? Pasportim muddati tugagan bo'lsa, pensiya to'xtab qoladimi? Propiska, nikoh, farzandlar, mulk hujjatlaridagi eski pasport raqamlarim nima bo'ladi? Men bu savollarga tartib bilan javob beraman. Eng asosiy qoida shuki, agar sizning amaldagi pasportingiz muddati tugamagan bo'lsa, ko'p hollarda u o'z muddatigacha amal qiladi. Lekin pasport muddati tugasa, yo'qolsa, yaroqsiz holga kelsa, familiya yoki ism o'zgarsa, ma'lumotlarda xatolik aniqlansa, yangi hujjat olish zarur bo'ladi va amalda ID karta rasmiylashtiriladi. Demak, hamma bir kunda yugurib borish kerak emas, lekin har bir kishi o'z hujjatining amal qilish muddatini, holatini va shaxsiy vaziyatini tekshirishi shart. Oldingi tizimda pasport odatda fuqarolik va shaxsni tasdiqlash uchun asosiy hujjat edi. Pasport kitobcha shaklida bo'lardi, unda turli yozuvlar, belgi va ma'lumotlar kiritilardi. Odamlar yillar davomida shu hujjat bilan yurishgan. Ko'p pensionerlar mening pasportim bor, nega yana almashtirishim kerak deb so'rashadi. Bu savol o'rinli. Chunki yoshi katta odam uchun har bir davlat idorasiga borish oson emas. Navbat bor, yo'l bor, sog'liq masalasi bor. Biror hujjat yetishmay qolsa, yana qaytib borish kerak. Hozir esa ichki shaxsni tasdiqlash uchun ID karta beriladi. Xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti rasmiylashtiriladi. Ko'pchilik shuni adashtiradi. ID karta bilan chet elga chiqaman deb o'ylaydi. Yo'q, ID karta ichki hujjat sifatida ishlatiladi. Chet davlatga borish uchun alohida xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Masalan, pensioner ota-onangiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga farzandining oldiga borishni rejalashtirsa, ID karta yetarli bo'lmaydi. U holda xorijga chiqish pasporti masalasini alohida ko'rib chiqish kerak. ID kartaga o'tishning sababi nima? Birinchidan, elektron davlat xizmatlari rivojlanmoqda. Ikkinchidan, hujjatlarni tekshirish, ma'lumotlarni solishtirish va firibgarlikning oldini olish osonlashadi. Uchinchidan, aholiga xizmat ko'rsatish tizimi bosqichma-bosqich raqamli shakliga o'tmoqda. Lekin shu bilan birga oddiy fuqarolar, ayniqsa pensionerlar bu jarayonda tushunmovchilikka uchramasligi kerak. Men aynan shu nuqtani juda muhim deb bilaman. Hujjat almashinuvi davlat tizimi uchun texnik jarayon bo'lishi mumkin, lekin oddiy odam uchun bu pensiya, bank, mulk, meros, tibbiyot va kundalik hayot masalasidir. Birinchi navbatda pasport muddati tugashiga yaqinlashgan fuqarolar e'tibor berish kerak. Masalan, sizning pasportingizda amal qilish muddati 2026 yil mart oyigacha deb yozilgan bo'lsa, mart kelishini kutib o'tirmang. Kamida 2 oy oldin hujjatlaringizni tekshirib qo'ying. Ayniqsa siz pensiyani bank kartasi orqali olsangiz, bankdagi shaxsiy ma'lumotlar pasportingiz bilan bog'langan bo'lishi mumkin. Hujjat muddati tugab qolsa, bank ayrim operatsiyalarni cheklashi mumkin.
Bu har doim pensiya to'xtaydi degani emas, lekin kartani qayta tiklash, yangi karta ochish, katta miqdorda pul yechish, omonat ochish yoki ishonchnoma asosida pul olishda savollar tug'iladi. Ikkinchi guruh pasporti shikastlanganlar. Masalan, pasport yuvilib ketgan, sahifalar yirtilgan, ma'lumotlar o'qilmay qolgan, rasmi tushib ketgan yoki muhrlar buzilgan bo'lsa, hali muddati bor deb yurish xavfli. Bank xodimi, notarius. Davlat xizmatlari markazi yoki tibbiyot muassasasi bunday hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Pensioner odam uchun eng og'iri shuki, u bir joyga boradi, navbatda turadi, oxirida hujjatingiz yaroqsiz degan gapni eshitadi. Shuning uchun hujjat jismonan yaxshi holatda bo'lishi shart. Uchinchi guruh familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgargan fuqarolar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, ajrashgan, eski familiyasiga qaytgan. Yoki hujjatlarda imlo xatosi bor. Bunday holatda eski hujjatdagi ma'lumotlar bilan yangi bazadagi ma'lumotlar mos kelmasa, keyinchalik meros, pensiya, bank, mulk, sud yoki notarius ishlarida muammo chiqadi. Men amaliyotda shunday vaziyatlarni ko'p ko'raman. Odamning nikoh guvohnomasida familiya bir xil, pasportida boshqa yozilgan, kadastr hujjatida yana boshqacha. Keyin birgina harf uchun odam bir necha idoraga qatnaydi. 4-guruh 16 yoshga to'lgan yoshlar. Bu mavzu pensionerlarga qaratilgan bo'lsa ham, oilada nabiralar bo'lishi mumkin. 16 yoshga to'lgan fuqaro shaxsni tasdiqlovchi hujjat olish kerak. Hozir yangi hujjat sifatida ID karta beriladi. Agar bobo yoki bu nabirasining hujjat ishlarida yordam berayotgan bo'lsa, buni ham bilib qo'yishi kerak. 5-guruh mulk rasmiylashtirayotgan, meros olayotgan, ishonchnoma berayotgan yoki sud ishida qatnashayotganlar. Masalan, pensioner ota uyini farzandiga hadya qilmoqchi. Notariusga borganida shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, notarius bitimni rasmiylashtirmaydi yoki meros ochilgan. Bir necha merosxo'r hujjat topshirishi kerak. Bitta odamning hujjati yaroqsiz bo'lsa, butun jarayon cho'zilishi mumkin. Mana shuning uchun pasport masalasi faqat bitta odamning shaxsiy ishi emas. Ba'zan butun oilaning yuridik ishlariga ta'sir qiladi. Agar sizning pasportingiz amaldagi biometrik pasport bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, hujjat yaroqli holatda bo'lsa, siz kundalik ishlaringizda undan foydalanishda davom etayotgan bo'lsangiz, vahimaga tushish shart emas. Lekin men baribir bir narsani maslahat beraman, pasportning amal qilish muddatini bugunoq tekshirib ko'ring. Ko'pchilik odamlar pasportining tugash sanasini bilmaydi. Ayniqsa pensionerlar orasida pasport bir umrga berilgan deb o'ylaydiganlar ham uchraydi. Aslida hujjatning amal qilish muddati bo'ladi va shu muddat tugagach uni almashtirish zarur. Masalan, 68 yoshli fuqaro pasportini 2016 yilda olgan bo'lsa, u pasportning amal qilish muddatiga qarash kerak. Agar muddat hali bor bo'lsa, reja bilan yuradi. Agar tugashiga 2-3 oy qolgan bo'lsa, vaqtni bo'y bermaydi. Agar allaqachon tugagan bo'lsa, men bilmaganman degan bahona bank, notarius yoki davlat organi oldida doim ham yordam bermaydi. Ayrim pensionerlar uydan chiqa olmaydi, yura olmaydi. Nogironligi bor yoki doimiy parvarishga muhtoj. Bunday odamlar men bormasam hujjat olmaymanmi deb xavotir qiladi. Bu yerda mahalliy migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi davlat xizmatlari markazi yoki mas'ul organlar bilan bog'lanib, uyga chiqish tartibi, vakil orqali murojaat qilish imkoniyati. Tibbiy ma'lumotnoma kerak emasligini aniqlash zarur. Amaliyot hududga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l o'z tumandagi mas'ul idoraga telefon qilib yoki yaqin qarindosh orqali oldindan ma'lumot olish. Birinchi misol. 72 yoshli onaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Pasportining muddati 2 oy oldin tugagan. U bunga e'tibor bermagan, chunki pensiya kartaga tushib turgan. Bir kuni bank kartasi yo'qoladi va u yangi karta ochish uchun bankka boradi. Bank xodimi shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat so'raydi. Pasport muddati tugagan bo'lgani uchun karta qayta chiqarish jarayoni to'xtab qoladi. Natijada onaxon avval ID karta rasmiylashtirishi, keyin bankka qaytish kerak bo'ladi. Agar u pasport muddatini oldindan tekshirganida bir necha kunlik asabiylashish va ovora bo'lishdan qutulardi. Ikkinchi misol. 15 yoshli ota hovlisini o'g'liga hadya qilmoqchi. Notariusga borishadi. Hamma hujjatlar bor. Kadastr, soliq qarzdorligi yo'q, oila a'zolari roziligi tayyor. Lekin otaning pasportidagi sahifa yirtilgan, fotostat qismi shikastlangan. Notarius hujjatni qabul qilishdan bosh tortadi. Chunki shaxsni aniq tasdiqlashda xavf bor. Endi ular avval ID karta olishi kerak, keyin hadya shartnomasini rasmiylashtiradi.
Bu yerda muammo hujjat muddati emas, hujjatning yaroqsiz holatga kelgani. Uchinchi misol, pensioner ayolning nikohdan oldingi familiyasi bilan bir necha eski hujjatlari bor. Pasportida esa nikohdan keyingi familiya yozilgan. Kadastr hujjatida otasining ismidagi bitta harf boshqacha. U meros rasmiylashtirish jarayonida notariusga murojaat qiladi. Notarius ma'lumotlar mosligini tekshiradi va ayrim hujjatlarda farq borligini ko'radi. Bunday holatda faqat ID karta olish yetarli bo'lmasligi mumkin. Balki fuqarolik holati dalolatnomalari, arxiv ma'lumotlari yoki hujjatlarni tuzatish ham kerak bo'ladi. Demak, ID karta olishdan oldin shaxsiy ma'lumotlaringiz barcha asosiy hujjatlarda bir xil yozilganini tekshirish katta ahamiyatga ega. 4-misol, 70 yoshli otaxon chet eldagi farzandining oldiga borishni rejalashtiradi. Uy, ID karta oldim, endi uchaman deb o'ylaydi. Aeroportga borishdan oldin bilsa, xorijga chiqish uchun alohida pasport kerak ekan. Bu juda muhim farq. ID karta mamlakat ichida shaxsni tasdiqlaydi. Chet elga chiqish masalasi esa alohida hujjat bilan hal qilinadi. Shuning uchun sayohat, ziyorat, davolanish yoki farzandlar oldiga borish rejasi bo'lsa, hujjatlarni kamida bir necha oy oldin tekshirib qo'yish kerak. Pensionerlar uchun eng muhim masala pensiya to'lovi bilan bog'liq. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari pensiya jamg'armasi, bank va boshqa elektron bazarda aks etadi. Hujjat almashtirilgandan keyin yangi hujjat raqami paydo bo'ladi. Odatda tizimlar o'zaro integratsiya qilingan bo'lishi mumkin. Lekin men doim ehtiyotkorlikni tavsiya qilaman. ID karta olganingizdan keyin pensiya olayotgan bankingizga borib yoki telefon orqali ma'lumotlaringiz yangilangan-yangilanmaganini tekshiring. Agar pensiyani yetkazib berish shakli, bank kartasi, ishonchnoma yoki vakil orqali olish kabi holatlar bo'lsa, albatta alohida aniqlik kiriting. Agar pensioner ishonchnoma orqali pensiya olayotgan bo'lsa, masalan farzandi yoki qarindoshi uning nomidan bankdan pul olsa, ishonchnomadagi pasport ma'lumotlari ham muhim. Hujjat almashgach eski pasport raqami ishonchnomada qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda bu ishonchnomani yangilash zaruratini tug'diradi. Ayniqsa notarial ishonchnoma, bank operatsiyalari, omonat, plastik karta, kommunal to'lovlar yoki uy-joy masalasida vakillik bo'lsa, notariusdan yoki bankdan oldindan so'rab ko'ring. Yana bir nozik jihat. Keksalar ko'pincha eski hujjatlarni tashlab yuborishadi yoki yo'qotishadi. Men buni tavsiya qilmayman. Yangi ID karta olgandan keyin eski pasportning bekor qilingan bo'lsa ham, undagi ayrim ma'lumotlar, eski ro'yxatdan o'tish belgisi, nikoh, farzandlar yoki boshqa yozuvlar bo'yicha tarixiy ahamiyat bo'lishi mumkin. Albatta hujjatni qaytarish yoki topshirish tartibi mas'ul organlar tomonidan belgilanadi. Lekin sizda eski hujjat nusxalari, skan yoki fotosuratlari bo'lsa, kelajakda ayrim masalalarda yordam beradi. Masalan, eski pasport raqami kadastr hujjatida, bank shartnomasida yoki sud hujjatida ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Birinchi xato. Hamma pasportlar darhol bekor bo'ladi deb o'ylash. Bunday vahima ko'p odamni ovora qiladi. Hujjatning amal qilish muddati bor, sharoit bor, tartib bor. Agar pasportingiz yaroqli bo'lsa va muddati tugamagan bo'lsa, ko'p hollarda siz uni muddatigacha ishlatishingiz mumkin. Lekin muddat tugasa, shikastlansa yoki ma'lumot o'zgarsa, yangisini rasmiylashtirish kerak. Ikkinchi xato ID karta bilan xorijga chiqaman deb o'ylash. Men yana takrorlayman. Kundalik ichki foydalanish uchun ID karta, chet elga chiqish uchun esa xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Bu ikki hujjatning vazifasi boshqa-boshqa. Uchinchi xato. Faqat pasportni almashtirsam hammasi avtomatik hal bo'ladi deb o'ylash. Amalda ko'p ma'lumotlar yangilanishi mumkin, lekin sizning bank, notarius, kadastr, telefon operatori, sug'urta, tibbiyot yoki boshqa tashkilotlar bilan munosabatlaringizda eski hujjat raqami qolgan bo'lishi mumkin. Shu sababli yangi ID karta olganingizdan keyin muhim tashkilotlarda ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish foydali. 4-xato. Navbatga tayyorgarliksiz bo'lish. Ayrim odamlar davlat xizmatlari markaziga yoki migratsiya bo'limiga boradi, lekin pasporti, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlari, nikoh hujjati, to'lov masalasi yoki telefon raqami bilan bog'liq savollarga tayyor bo'lmaydi. Natijada hujjat qabul qilinmaydi yoki jarayon cho'ziladi. Ayniqsa pensionerlar uchun bu jismoniy charchoq keltiradi. 5-xato. Hujjatdagi bitta harfni e'tiborsiz qoldirish. Masalan, o'g'li bir hujjatda o'g'li, boshqasida o'g'li ko'rinishida familiyada bitta harf farqi, tug'ilgan sana bir joyda 12 may, boshqa joyda 20 may yozilgan. Bu mayda ko'ringani bilan yuridik jarayonlarda katta muammo bo'ladi. ID karta olayotganda operator kiritayotgan ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring.
Tayyor hujjatni olgandan keyin ham ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHIR ro'yxatdan o'tgan manzil kabi ma'lumotlarni sinchiklab ko'ring. 6-nozik jihat yashash joyi va ro'yxatdan o'tish masalasi. Ko'p pensionerlar bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda farzandlari bilan yashaydi. Hujjat rasmiylashtirishda qaysi hududga murojaat qilish, manzil ma'lumotlari qanday aks etishi, vaqtincha yashash va doimiy ro'yxat masalalari oldindan aniqlashtirilishi kerak. Ba'zan odam men Toshkentda yashayapman, lekin viloyatda ro'yxatdaman deb keladi va qaysi idoraga borishni bilmaydi. Bunday vaziyatda eng oson yo'l yaqin davlat xizmatlari markaziga yoki migratsiya bo'limiga qo'ng'iroq qilib, aynan sizning holatingiz bo'yicha tartibni so'rash. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz bugun videoni ko'rib bo'lgach, nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pasportingizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat tugagan bo'lsa, kechiktirmang. Agar tugashiga 3 oy qolgan bo'lsa, reja qiling. Agar hali bir necha yil bor bo'lsa, vahma qilmang, lekin hujjatning holatini tekshiring. Ikkinchi qadam, ma'lumotlaringizni solishtiring. Pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHIR, manzil, nikoh va boshqa asosiy ma'lumotlar sizdagi boshqa hujjatlar bilan mosmi? Kadastr, pensiya hujjatlari, bank shartnomalari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, harbiy guvohnoma yoki boshqa muhim hujjatlarda katta farq yo'qmi? Agar farq bo'lsa, avval maslahat oling. Ba'zan oddiy ID karta olish yetarli bo'ladi. Ba'zan esa avval hujjatdagi xatoni tuzatish kerak bo'ladi. Uchinchi qadam. Qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta rasmiylashtirish masalasida davlat xizmatlari markazlari yoki ichki ishlar tizimidagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari orqali murojaat qilinadi. Hududingizdagi tartibni oldindan bilib oling. Telefon orqali so'rashingiz mumkin. Yaqin qarindoshingiz borib navbat va hujjatlar ro'yxati aniqlab kelishi mumkin. Agar elektron navbat bo'lsa, oldindan yozilish yaxshi. 4-qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda amaldagi pasport yoki eski hujjat, shaxsni tasdiqlovchi boshqa ma'lumotlar, zarur hollarda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat. To'lov uchun mablag', telefon raqami kerak bo'lishi mumkin. Lekin aniq ro'yxat holatga qarab o'zgaradi. Masalan, pasport yo'qolgan bo'lsa boshqa tartib, yaroqsiz bo'lsa boshqa tartib. Familiya o'zgargan bo'lsa, yana boshqa hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin mening holatim shunday deb aniq so'rang. 5-qadam, to'lov masalasini aniqlang. ID karta rasmiylashtirish uchun davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Uning miqdori vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Ayrim toifadagi fuqarolar uchun imtiyozlar bo'lishi ham ehtimol. Men doim yangilangan ma'lumotni rasmiy manbadan tekshirishni maslahat beraman. Eng to'g'ri yo'l DXM migratsiya bo'limi yoki MyBonga.gov uz kabi rasmiy kanallar orqali aniqlash. 6-qadam. Rasmiga tushish va biometrik ma'lumotlarga tayyor bo'ling. ID karta rasmiylashtirilganda sizdan fotosurat va biometrik ma'lumotlar olinishi mumkin. Pensionerlar shuni bilib bo'lsin. Bosh kiyim, ko'zoynak, yuz ko'rinishi. Hujjatdagi rasm talablari bo'lishi mumkin. Tibbiy sabablarga ko'ra maxsus holat bo'lsa, xodimga tushuntiring. 7-qadam. Tayyor hujjatni olganda darhol tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHIR amal qilish muddati. Manzil yoki boshqa ma'lumotlarda xato yo'qmi? Xato topsangiz, keyin tuzatarman demang. Darhol mas'ul xodimga ayting. Hujjatdagi xato keyinchalik bankda, notariusda yoki pensiya tizimida sizga qimmatga tushishi mumkin. 8-qadam. Yangi ID karta olgandan keyin muhim joylarda ma'lumotlarni yangilang. Pensiya olayotgan bankka murojaat qiling. Agar telefon raqamingiz sizning nomingizda bo'lsa, operator ma'lumotlarini tekshiring. Agar omonat, kredit, sug'urta, kadastr, ijara, notarial ishonchnoma, sud ishi yoki boshqa yuridik majburiyatlar bo'lsa, kerakli joylarda yangi hujjat ma'lumotlarini kiritish zarur yo'qligini so'rang. Bu ishni bir kunda bajarish shart emas, lekin ro'yxat qilib, tartib bilan bajarish kerak. Men alohida farzandlar va nabiralarga murojaat qilaman. Ota-onangiz, bobo-buyingiz hujjat masalasini o'zi tushunmasligi mumkin. Ular pasportim bor-ku deb yuraveradi. Siz esa bir kuni bankda, shifoxonada, notariusda muammo chiqmaguncha bilmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun bugun uyda katta yoshli qarindoshlaringizning pasport muddatini tekshiring. Agar muddati tugayotgan bo'lsa, ularga navbat oling, kerakli hujjatlarni papkaga soling. Transport masalasini hal qiling. Agar sog'ligi yomon bo'lsa, uyga chiqish imkoniyatini so'rab ko'ring. Oddiy bir papka tayyorlab qo'ying.
pasport yoki ID karta nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi nusxasi, nikoh guvohnomasi. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank kartasi ma'lumotlari, tibbiy hujjatlar, kadastr hujjatlari nusxasi. Asl hujjatlarni alohida, nusxalarni alohida saqlang. Telefoningizda ham skan qilib qo'ying. Lekin begona odamlarga yubormang. Hujjat ma'lumotlari firibgarlar qo'liga tushsa, kredit, sim karta, yolg'on shartnoma kabi xavflar paydo bo'lishi mumkin. Hujjat almashtirish mavzu chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Kimdir men sizga navbatsiz qilib beraman. Uyingizga ID karta olib kelaman. Pasportingiz bekor bo'lmasligi uchun hozir pul o'tkazing, pensiyangiz to'xtaydi, karta raqamingizni ayting deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Bunday gaplarga ishonmang. Hech kimga bank kartangizning SMS kodini, PIN kodini, pasport rasmini, ID karta ma'lumotini Telegram orqali yubormang. Davlat organlari sizdan telefon orqali bank kartangiz kodini so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol yaqinlaringizga ayting. Bankka rasmiy raqam orqali qo'ng'iroq qiling yoki mahalliy organlarga murojaat qiling. Ayniqsa pensionerlar juda ishonuvchan bo'lishi mumkin. Firibgar men pensiya jamg'armasidanman desa, odam ishonadi. Shuning uchun farzandlar ota-onasiga bitta qo'yda o'rgatsin. Telefon orqali hech qanday kod aytilmaydi. Hech qanday karta raqami berilmaydi. Hech qanday hujjat rasmi begona odamga yuborilmaydi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pasportni ID kartaga almashtirish masalasi hammani bir kunda vahimaga soladigan jarayon emas, lekin uni e'tiborsiz qoldirish ham mumkin emas. Agar pasportingiz muddati tugagan, tugashiga yaqin qolgan, shikastlangan, ma'lumotlaringiz o'zgargan yoki siz notarius, bank, meros, mulk, pensiya kabi muhim ishlarni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ID karta masalasini kechiktirmang. Pensionerlar uchun esa bu masala yanada muhim. Chunki bitta hujjatdagi muammo pensiya olish, bank kartasi, ishonchnoma davolanish yoki mulk rasmiylashtirishga ta'sir qilishi mumkin. Bugun uyga borgach yoki hozirning o'zida pasportingizning muddatini tekshiring. Ota-onangiz, bobo-buyingiz hujjatlarini ham ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga oldindan qo'ng'iroq qilib, aynan sizning holatingiz bo'yicha tartibni aniqlang. Hujjatlarni tartibga solish zerikarli tuyulishi mumkin, lekin bu keyingi katta muammolarning oldini oladi. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pasportingiz muddati qachon tugaydi? ID karta oldingizmi? Pensioner ota-onangizda qanday muammo bo'ldi? Men izohlarni ko'rib, keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi yosh katta insonlarga yuboring. Bitta yuborilgan video kimnidir ortiqcha navbatdan, bankdagi muammodan yoki notariusdagi rad javobidan saqlab qolishi mumkin.